Albert Einstein Heisenberg bilan bo'lgan suhbatda shunday degandi. G'arbda biz juda chiroyli kema qurdik. Unda barcha imkoniyatlar bor, lekin bitta narsasi yo'q. Kompas. Shuning uchun u qayerga qarab ketayotganligini bilmaydi. Ha, bugungi dunyoning paradoksi shunday. Dalay Lama aytganidek, bizning yo'llarimiz kengaydi, lekin fikrlarimiz toraydi. Bizni binolarimiz balandlashdi, lekin sabrimiz qolmayapti. Mashhur aktyor Will Smith esa shunday deb yozgandi. Biz o'zimiz ishlab topmagan pullarimizni keraksiz narsalarni sotib olishga sarflayapmiz. Buni esa yoqtirmaydigan insonlarimizni hayratga solish uchun qilamiz. Ha, texnologiya ajoyib. U bizni uzoqdagi insonlar bilan yaqinlashtirdi, lekin yaqinimizdagilar bilan uzoqlashtirdi. Kuniga 38 milliard WhatsApp xabarlari jo'natiladi-yu, lekin yer yuzidagi insonlarning 48% o'zini yolg'iz his qiladi. Bugungi kunning paradoksi shuki, bizda ko'plagan diplomlar bor, lekin donolik kam. Bizda ko'plagan ekspertlar bor, lekin yechim kam. Havoni tozalashga harakat qilyapmiz-u, lekin ko'nglimizni changlattirib qo'yapmiz. Atomni bo'lib tashladik, lekin xurofotimizni bo'la olmayapmiz. Daromadimizni oshirishga harakat qilyapmiz, lekin axloqimiz pasayyapti. Xo'sh, o'zgarish uchun nima qilish kerak? Javob oddiy. Albatta, o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Bir daqiqa sukut qilib, aytayotgan nojo'ya harakatlarimiz, aytayotgan nojo'ya so'zlarimiz qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin ekanligini fikr qilaylik va qaytadan fikrimizni ishga solaylik. Albert Einstein aytganidek, bugungi kun muammolarni uni yaratgan fikrlash bilan hal qilib bo'lmaydi. Buni hal qilish uchun esa donolik kitoblariga, tarixning sirli sahifalariga qaytib, bugungi kun muammolarni qanday hal qilishimiz kerak ekanligini o'rganishimiz kerak. Aks holda oldinga tashlayotgan bitta qadamimiz aslida bizni 3 qadam orqada saqlayotgan bo'ladi. Men sizning suhbatni bir bo'lagi bo'lishga chorlayman. Keling birgalikda ovoz chiqarib o'ylaylik. Kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videoda ko'rishguncha.